Mutolaa. Sava bilan fil. So'lim va bepoyon o'rmonda sayroqi sava qush yashagan ekan. Xushovoz qushni odamlar ham, hayvonlaru qushlar, qurbaqa, toshbaqalar ham yaxshi ko'rar ekan. Sava bahor kelishi bilan daraxtga uya yasab jo'ja ochar ekan. Shu o'rmonda yashaydigan fil esa daraxtga suykalib, savaning bolalarini yerga tushirib yuborar ekan. Sava bolalari tog'ida zor-zor yig'lab, oxiri sayramoqni tark qilibdi. Yana xas-chop yig'ib, uya yasab, bola ochibdi. Qo'pol fil tag'in kelib daraxtga o'zini suykabdi-da, savaning uyasini buzibdi. Bolalari yerga tushib o'libdi. Bechora qush uyasida turib filga tavallo qilibdi. Ey berahm qo'pol fil, nima haqqing borki uyamni buzaverib, begunoh bolalarimni o'ldirasan? Fil pastdan turib g'o'ldirabdi. Ey mijg'ov sava, kichkinagina bo'la turib menga do'q qilishga qanday jur'at etding? Bor, qo'lingdan kelganini qilgin. Bolalarning hajrida yig'lab ado bo'la yozgan sava do'sti qarg'aning yoniga borib, qarg'a va savadan nechun xafasan, nega yig'lab yuribsan deb so'rabdi. Sava qarg'aga bo'lgan voqealarni aytib beribdi. Qarg'a ham darg'azab bo'libdi-yu yig'laganidan. Fil katta zo'r maxluq, men bilan sen undan o'ch ololmaymiz. Mening qizil ari do'stim bor, unga borib maslahat so'raymiz, debdi. Sava bilan qarg'a qizil arining uyiga borib voqeani aytib beribdilar. Qizil ari bo'lsa, qurbaqa jo'ramdan maslahat so'raylik, debdi. Uchovlari qurbaqaning uyiga boribdilar va maslahatini bir joyga quyishibdilar. Bir filning boshiga kelib, ey qo'pol fil, nega do'stimiz sayroqi savaning uyasini buzib, bolalarini o'ldirding, deb so'rabdi. Endi sendan bechora polaponlarining o'chini olamiz. Yo'llaringdan qolmanglar, ey tirranchalar, oyog'imning tagida ezilib ketasizlar, debdi fil. Fildan bu gapni eshitgan qizil ari g'izillab uchib borib, filning qulog'ini chaqibdi. Quloqlari shishib chiqqan fil og'riqqa chidayolmay tuproqqa cho'zilib olibdi. Shunda qarg'a uchib borib uning boshiga qo'nibdi-yu, ikki ko'zini ochib ko'zini cho'qib olibdi. Shu payt qurbaqa ham vaq-vaq qur-qur deya qurillabdi. Qurbaqani ezib o'ldiraman-u bemalol suv ichaman, deb o'ylagan fil ovoz chiqqan tarafga borib yushalob etib botqoqqa tushib botib qolibdi. Ahil do'stlar
dushmandan ana shunday yo'l bilan och olibdilar. Uyalariga qaytib, tinch yashab, murod-maqsadlariga yetibdilar. Shu bois, aziz bolajonlar, hech kimga yomonlik qilmang. Qo'lingizdan kelsa, faqat yaxshilik qiling. Ertagimiz tugadi.